Bu videoda biz Minecraftdagi turli xil eksperiment va lifehacklarni tekshirib ko'ramiz. Ha, aytgancha, bolalar biz YouTube kanalimizda 1000 ta obunachiga erishdik va buni allaqachon Telegram kanalimizda nishonlab bo'ldik. O'shaning uchun Telegramga o'tib qo'yinglar. Va bizning yangi maqsadimiz 5000 ta obunachi. Sizlarni podeshkalar bilan 5000 ta obunachini ham shu oyning o'zida yetishimiz kerak. Xo'sh, unda bizning birinchi eksperimentimiz bu hammaning asabiga tekkan moblardan biri Creeper. Alright, I need to get some extra torches, so I'm gonna go into my torture. Biza bugun Creeperni boricha azoblaymiz. Yana ham aniqroq qilib aytganda, shunchaki biz uni mushuklar bilan qoldiramiz. Bilmadim nima uchun Creeper mushukdan qo'rqadi, balki mushuk ko'ziga juda ham qo'rqinchli ko'rinar. Xo'sh, unda biza platformani qurib olamiz. Endi yoqimtoy mushukchalarni mana bu yerga spawn qilib olaman. Juda ham ko'p mushuk spawn qilish niyatidaman. Bu joylarni esa tezlashtirib yuboraman. Mana bolalar, bundan ham ko'p spawn qilmoqchi edim, lekin Minecraft qotib qolishini hisobga olsak, okey, Creeperni ham qo'yib oldik. Ana endi Creeper qayoqqa qochishini bilmay turibdi. Xo'sh, mushukchalar buni o'rab olishgan va Creeper juda ham qo'rqmoqda va vahimaga tushmoqda. Nima uchun Creeper o'zi mushuklardan qo'rqadi? Buni kommentariyaga yozib qoldiring, balki siz javobini bilarsiz. Meni ota-onam nahotki shu uchun dunyoga keltirgan bo'lsa, nahotki shunchaki просто tak pakayfi o'lib ketsam. Bizni qahramonimiz berkinib olibdi. Ha, kirisa, o'yinchilarni qo'rqitib portlatishmazdi-da. Endi o'zingni qarab turishingni. No, lekin bir tomondan rahmi ham keladi. Buni turishini qaranglar. Hozir cho'kib o'ladi, tashqariga chiq. Ikkinchisi ham mana shuga qarab tushib ketdi. Ikkinchi eksperimentimizga ham navbat keldi. Bu eksperimentimizda biz mana shu skeletni azoblaymiz. Hozir bu aytishi bo'yicha mana shu skelet mana bu qorli biyomdagi skeletga aylanib qolishi kerak ekan. Xo'sh, hozircha bu sovuq o'tyapti. A few moments later. O'zi buni qorga qo'yib azoblab, opa, mana qorli biyomdagi skeletga aylandi. Yana bir marta qilib ko'rmoqchiman. No, lekin bitta savol. Hozir buni qorli biyomdagi skeletga aylantirish orqali biz buni azoblagan bo'lamizmi yoki-da bunga yordam berib rivojlantirgan bo'lamizmi? No, bilmadim. Hozircha sovuq qotib turibdi va mana aylanib bo'ldi. Okey, seni endi o'ldiraman deya. Bolalar, sizlarga ajoyib bitta kanal topib qo'ydim. Leo Minecraft. Kanaldagi videolar bir-biridan ajoyib. Keling shu yangi youtuberimizni qo'llab-quvvatlab birinchi 100 ta obunachisini to'plab beramiz. Kanal silkasi kommentariyada. Hoziroq o'tib obuna bo'ling. Va oxirgi videosining kommentariyasiga Frozendan alangali guruch deb yozing. Xo'sh, biz navbatdagi lifehackimizga o'tamiz. Bu o'zim tomonimdan sizlar uchun mini lifehack, juda ham kichkina bo'lgan lifehack. Buni ko'pchilik bilsa kerak, bilmaganlar uchun va ko'pchilik mendan so'ragani uchun hozir qilib sizlarga ko'rsatyapman. Xo'sh, xuddi kompyuternikidek kichkina qilishni ko'pchilik so'radi. Mana shu yerdan video bo'limini bosasiz va ozroq ko'tarib, eng pastroqdagi shu chankning tepasida turgan mana shuni -1 ga tushirib qo'yasiz va ko'rib turganingizda ekran juda ham kichkina bo'lib, xuddi kompyuterdagidek bo'lib qoladi. Va buni aytib o'tganimdek bilmaganlar uchun tushuntirdim. Bilaman, bu safargi video biroz qisqa bo'ldi. Bu uchun albatta sizlardan uzr so'rayman, lekin aktiv bo'lishinglarni ham so'rab qolardim. Like, obuna bosib, keldi shu videoga ham 50 ta like yig'aylik. Va Telegram kanalda barcha modlar bo'ladi. Telegram kanalga ham obuna bo'lishni unutmang. Ko'rishguncha.